ta'lim sohasidagi tajribamda 60 soniya vaqt ichida 3 ta xatoyimni sizga aytib bermoqchiman. Ba'zan shunday mayda tuyulgan xatolar bo'ladiki, ular dars samaradorligini ancha pasaytiradi. Birinchi xato faqat o'qituvchi gapirishi. Agar o'quvchi faqat tinglovchi bo'lib qolsa, bilim mustahkamlanmaydi. Bolalar o'rtasida blitz savollar, 2 daqiqalik think pair share, ya'ni o'ylash, sherik bilan muhokama qilish, sinfga ulashish metodini qo'llagan holatda bolalar o'rtasida aktivlikni oshirishingiz kerak. Ikkinchi xato rejasiz dars. Aniq reja bo'lmasa, vaqtingiz nazoratsiz o'tadi. Darsdan oldin 3 bosqichli reja tuzing. Kirish, asosiy qism, yakun va har bir bosqichga alohida vaqt belgilang. 5, 30, 10 daqiqa yetarli. Uchinchi xato faqat nazariya bilan dars o'tish. Amaliy topshiriqsiz bolalar faqat bir tomonlama bilim olib qoladi. Har darsda kichik bir loyiha bajartiring. Masalan, matematikada kichik bir mantiqiy masala bering. IT sohasida esa kichik bir mini loyiha bajartiring. Bu darsni o'zlashtirishga ancha yordam beradi. Samarali dars bu faqatgina bilim berish emas, balki o'quvchini faol, mustaqil va amaliy o'rganishga yo'naltirishdir. Sizningcha o'qituvchilar yana qanday xatolardan qochishi kerak? Izohlarda o'zingizda yuz bergan eng katta xatolarni yozib qo'ying.